Hammaga salom. Bugun sizlar bilan 3D dizayner va boshqaruv sohasida dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi tadbirkorning bir kuni haqida gaplashamiz. Odatda telefon uyg'otgichi 6:00 atrofiga o'rnatilgan bo'ladi. Agar kechqurun ko'proq ishlagan bo'lsam va uyg'onishga energiya yetmasa, signalni o'chirib, dam olishda davom etaman. Aks holda uyg'onib, o'zimni yig'ishtirib, planning jarayonini boshlayman. Nonushtadan so'ng rasmiy 2 soatlik hujjatlarni to'ldirish. Uyga qaytganda taxminiy 12:00-13:00 atroflari. Aytilgandan so'ng har doimgidek taksi va kafe loyihalarining davomini rejalashtirish. Kutubxona va digital chef loyihalarini ham to'ldirish maqsadida Google Gemini'ni ochaman. Bir necha so'rovlar yuborish, agar imkon bo'lsa, so'rovlar natijalarini surat yoki qisqa matn ko'rinishida Pixel Lab kabi ilovalarda tayyorlab olaman. Keyin esa vaqtim bo'lsa, yerlarni aylanib, molxonaga qarab, yana xonamga qaytaman. 3D dizayner sifatidagi kattaroq loyihalarni to'ldirishga harakat qilaman. YouTube'dan moliya va loyiha boshqaruvi bo'yicha podkast ko'rishim mumkin. Shu bilan kun tamom. Aytishga ulgurmaganim, ba'zida 2 soatlik hujjat to'ldirishdan so'ng uxlab oladigan vaqtim ham bo'ladi.